Bir kuni enam ko'k shoxi tovar ko'ylak va ustidan qora nimcha kiyib chiqdilar-da, men bozorga borib kelaman dedilar onamlarga qarab. Bozor ko'chamizning boshida edi. U yerda hamma narsa sotilardi, anqoning urug'idan boshqa. Odam doimo gavjum bo'lardi. U paytlarda men hali maktabda o'qir edim. Hayal o'tmay enam qog'ozga o'roqli chiroyli mato ko'tarib keldilar. Mana buni peshonasida holi bor tatar sotuvchi ayoldan oldim. Men falonchining onasiman devdim, indamay o'lchab o'rab berdi dedilar yana onamga qarab. U paytlar dadam Garitorg degan joyda kattaroq lavozimda ishlar edilar. O'sha kuni kechki ovqat mahali dadam uyga qorong'ina kirib keldilar. Enamga salom berdilar-da. Nega bozorga bordingiz opa? O'sha matoh kerak ekan, o'zimga aytsangiz olib kelib berardim-ki dedilar, jahllari chiqib. Pulini ham bermay kelibsiz dedilar yana. Enam indamadilar. Opa, boshqa bunday qilmang. O'zi shunday ham orqamdan har xil gaplar gapirib yurishibdi dedilar ma'yusgina. O'shanda bir kuni tush ko'rdim. Tushimda dadam rahmatlik qo'yimizning og'ilxonasida ekanlar. Chiqing dada desam chiqmasmishlar. Ertalab tushimni enamga aytsam, nega bunday tush ko'rding ekana? Yaxshilikka bo'lsin, tushga nimalar kirmaydi dedilar. Hech qancha o'tmay ishga otlanib turgan dadamni ikkita kishi kelib olib ketishdi. O'sha kuni dadam qaytib kelmadilar. Ko'rgan tushing shunga ekanda bolam dedilar enam xafa bo'lib. Uyimizda qo'lga ilingulik narsa qolmadi. O'sha paytlarda bitta ikkita xonadonda televizor bor edi. Bizning ham katta televizorimiz bo'lib har kuni kechqurun qo'shnilar televizor tomosha qilgani chiqishardi. O'sha televizorimizni, muzlatkich gilamlarimizni ham olib ketishdi. Dadamning hasratida enam bechora yig'lab kasal bo'lib to'shakka mixlanib qoldilar. Hammaga gapini o'tkaza oladigan general kampir deb nom olgan enam g'amdan kuya ozib kichrayib qolgan edilar. Har kuni maktabdan kelib oyoqlarini bosardim. Har gal oyoqlarini bosayotganimda Hamid Olimjonning Rossiya she'rini qiroat bilan aytib bosardim. Shu she'rni juda ham yaxshi ko'rardim. Rossiya, azamat o'lka, ey osmon singari bepoyon vatan, to'ldirgan chog'da ham jahonni nurga, quyosh qicha olmas seni dafatan. She'rni aytib bo'lib enamga qarasam, ko'zlarini yumib eshitib bir-birdagina bo'lib yotardilar. Ko'zimdan sizga yoshni yashirib, enajon yaxshimisiz? Oyoqlaringiz endi og'rimayaptimi desam, yo'q yaxshiman bolam derdilar sekin. Enam 7 yil o'rinlaridan turolmay yotdilar. Oradan 3 yil o'tdi. 7 yilga kesishgan dadamni 4 yilini olib tashlab tuhmatdan qamalganlari isbotlanib ozod qilishdi. Ammo enajonim dadamni kelganlarini ko'ra olmadilar. Ularni berib qo'ygan edik. Enam ikkimiz yotgan uyda ikkita surat bor edi. Biri ammamniki, ikkinchisi mening rahmatli onamniki edi. Onamning suratlari tagida chiroyli kashtali xaltacha osig'liq turardi. Uning ichida firuza ko'zli, mayda havorang va qip-qizil toshchali, bo'yinga taqadigan munchoq, katta boldoq isirg'a, ikkita bilaguzuk bor edi. Enam rahmatlik bilan har zamonda o'sha taqinchoqlarni tomosha qilardik va har doim ularni hech kimga berma. Bular qimmatbaho, hammasi seniki derdilar. Enamni chiqarishgandan keyin o'sha kashtali xaltachani ham, ko'rpa qatidagi enajonning pul tugilgan ro'molchalarini ham topa olmadim. Shunday qilib dadam ham keldilar. Yana ishlariga tiklandilar. Keyin Toshkentga universitetga kirib, uni sirtdan tugatdilar. Imtihonga kirganlarni bir kuni gapirib bergan edilar. Ikkinchi imtihon ona tilidan insho bo'lib, uni yaxshi yozib 4 olsam kerak deb chiqadilar. Keyin imtihon natijalarini ko'rsalar, 2 qo'yishibdi. Ular to'g'ri rektorning oldiga borib, men hech bo'lmaganda 4ga yozganman. Imtihon olgan domlaga ayting, yozma ishimni olib kelib bersin, deb qattiq turib olibdilar. Noiloj qolgan domla yozma ishni olib kelib ko'rsatsa, dadam haq bo'lib chiqadilar. Shunday qilib o'qishni tugatib, o'zimizda Gulistonda paxta tozalash zavodida iqtisodchi yurist vazifasida umrlarining oxirigacha mehnat qildilar. Ko'pincha yelkalari va oyoqlaridagi urushdan qolgan chuqur mayda asoratlar, chandiqlar og'riq berib azob berardi. Ayniqsa sovuq kunlarda. Keyin kurort, sanatoriyalarga borib dam olib davolanib kelardilar. Bir gar Leningradga ketdilar. Oradan ancha kun o'tib maktabdan kelsam, ayvonda stol ustida suv solingan idishda bir dasta oppoq atirgullar turibdi. Buni kim olib keldi desam, onam, dadang olib keldilar dedilar. Shundan shu yoqqacha qanday olib keldingiz dada deb so'radim. Ular Leningradda davolagan doktor rus ayoli bo'lib, tug'ilgan kunlarni o'sha yoqda to'g'ri kelgani uchun kelayotganlarida shu gullarni berib tabriklaganligini aytdilar.
Poyezdda ham kelguncha suvga solib so'litmay olib kelgan ekanlar. Tug'ilgan kunlarida biz qizlari ko'ylakmi, sochiqmi olib borsak, bunday narsalar olib kelishlaring shart emas qizlarim. Inson uchun eng yaxshi sovg'a gul derdilar. Gullarni, rayhonlarni juda ham yaxshi ko'rardilar. Hayotlarining so'nggi kunlarida ko'rgani borsam, Tohir Malikning Shaytanat romanini o'qib o'tirgan ekanlar. Meni ko'rib kitobni stol ustiga qo'ydilar-da, og'ir tin oldilar. Charchadingizmi dadajon, ozgina dam oling dedim. Shu kitobni tezroq o'qib tugatay deyapman-da qizim dedilar va har galgidek seni Toshkentga o'qishga bekor jo'natmagan ekanman dedilar ohista. Keyin mana bu yelkamdagi chandiqlar ham og'riyapti. Oyoqlarim ham ozgina shishibdi-da qizim dedilar. Ko'nglim buzildi. Yelkalarini, shishgan oyoqlarini siladim. Hali yaxshi bo'lib ketasiz dadajon dedim. Dadajonimni oxirgi marta ko'rganim, suhbatlashganim shu bo'ldi. Vafotlaridan keyin kunlarning birida bahor kunlarining birida qabristonga borsak, boy chechaklar ochilgan, qabriston qip-qizil alvon lolalarga burkangan edi. O'shanda, dadajon, qani boshingizni ko'tarib bu chiroyli manzarani bir ko'rsangiz edi, dedim, deb hayolimdan o'tkazdim va ko'nglimdan o'tgan so'zlarni daftarimga ko'chirdim. Olcha guli noparmon tusga kiribdi. Atrofga taratib bir bahoriy isni. Boychechak yuz ochibdi. Bahor bekachi. Otajon sevardingiz bahorni gulni. Qontalash lolalar burkabdi bugun. Bu makonda har uyim aziz qabrni. Ko'zlaringiz xunasin bir. Qarang otajon, qanchalar sevardingiz bahorni gulni. Yasharib yashnab keldi bahor o'lkamga. Alyorlarga to'ldirib O'zbekistonni. Eng chiroyli guldasta sizniki bo'lsin. Otajon sevardingiz bahorni gulni.